Shunda ensam qotadi, mana shunaqa nima chiqqan ichidan. Qo'shnim bir bola kitob so'rab chiqdi, qaytarib olib chiqib berdi. Ichida bir nima bor ekan, o'lib ketasin deb bir-birini duolab, bir-biriga bir nimalar o'qitib, cho'qitib, bir nimalarni sepib, bir nimalarni yondirib qiladigan ishlar yo'qmi va tushunmayman. Hammang namoz o'qiysan, hammang ro'mollisan, hammang alhamdulillah mashallah deysan, lekin bir-biringga yomonlik qilishga to'xtamaysizlarki. Qanaqa odamsizlar, men tushunmayman. Rosa kamga asabiylashaman mana shunaqa narsagacha. Qo'shnim kitob so'rab ketdi, 5 minutdan keyin olib chiqib berdi. Ichini ochsam ichida bir nima bor ekan. Nima bor ekan ichida? Nima? Kufsuq qilingan bir qop-qora nina turibdimi yo birovni bir kallasi turibdimi, so'yib ichiga solib qo'ygan. Hammani siz olib chiqib berganki, kitobni titib chiqdingizmi? Buni ichida nima bor ekan, nima solib qo'ydi ekan deb. Odamchi o'zi qanaqa bo'lsa, hamma shunaqa deb o'ylaydi. Xayolimga kelmabdi meni. Kimdir meni uyimga 10 ta odam kelib ketadi, 1000 ta odam kelib ketadi. Ishxonamga nechtasi keladi? Men sizga shokolad olib keldim, sizga mana bakal olib keldim. Shunda shaxsan mana shu bakalda o'zingiz iching, hech kimga bermang desa, uyga kelaman, shu bakalga choyni quyaman, o'lib tirilib ichaman. Menga bergan, men ichishim kerak deb o'lib qolmayapman lekin. Kimdir ro'mol beradi, o'zingiz taqing deb ro'molni taqib yuraman mana, misol uchun. Boshim og'rimayapti, o'lib qolmayapman. Yana nima berdi menga? Ham rosa ko'p narsa beradi menga, qizlar podarka beradi. Tiqilib yotibdi. Yeydigan narsalar beradi, qancha konfetlar, shokoladlar beradi. Men bu bilan choy ichib, choy damlab, ishxonani o'ziga shokoladlar olib keladi. Yugurib boradi, kofe damlab keladi, shokolad sindirib oling ustoz deydi. Hayolimga hech nima kelmaydi. O'sha shokoladni besirib yeb o'tiraman. O'lib qolmayapman lekin. Mana shu yerda bo'lsa, "Mana shokoladga menga oling" dedi deb birinchisini o'zingiz yeng yoki qaramay turganda sindirib ko'chaga otib yuborib birinchisini, keyin yoki bo'lmasa "Yo'q, shokolad yomon ko'raman" deb yoki bakalni masalan mana uyingizga boringda "Siz uchun oldim ustoz, siz shunda siz iching" dedi. Men shu uyga olib kelib, shu bakalni menga o'qitib cho'qitib kelgan bo'lsa kerak, bu bakalni men boshqa birovga berib yuboraman deb yoki tualetga tashlab yuborgan joyim yo'q. Hayolimga ham kelmabdi, bakalni o'qitib keldimi yoki yani ro'molimi o'qitib keldimi shu o'lib qolsin deb yoki yana bir mana shu shokoladni yesin, tili aylanib qolsin deb, umuman psixologiyadan dars bera olmay qolsin deb mana shunday kelgandir deb nimaga men hayolimga kelmaydi? Sababi men o'zim unaqa odam emasman-da. Men unaqa bo'lmaganimdan menga ta'sir qilmaydi bu narsalar. Tushunasizmi? Menda u energiya yo'q.